Sog' bo'l. Ey, mana deb aytishirdi. Sog' bo'ldimi esanmi? Oshna eshitmay qopman. Ey, qasamxo'r balo deyapsan, eshitding-ku. Sog' bo'lib qo'ysang bo'laveradi. Unaqa kibrlanmang, eshitdingmi? Senga bu do'st emas, bilib qo'ygin. Kibrsan. Kimdir ayog'i yomon sasyapti. Nima Abrorga qarab gapiryapsan? Men bitta bunga gapirmayapman, hammamizga aytyapman. Oramizda eng oyog'i sasiydigan Abrorniki xolos. Sen mashinaga qilyapsan. Ko'rdingmi? Senga do'st emas bu. Bo'lmasa Abrorga aytmayotgan bo'lsa, oyog'ini hidlab ko'rchi qani? Jinni bo'lsa yo'q atayog'i. Ko'rdingmi? Bu senga do'st emas, kibrsan. Sal to'g'rilab olgin, bunaqa kibrlanmagin. Kibr? Yomg'irda orqaga o'tib olishni dadam ishlayapti-da. Malades polvon. O'z dadingni do'stingdan ustun ko'ryapsanmi? Qara, kibrligini qara. Bir teginsan bu uchun. Garang nima deyapsan? U meni dadam. Dadam hamma narsadan ustun. Mol. Qara, dadasichalik hurmating yo'q. Sog' bo'l kibrali. Ko'rdingmi? To'xtash tog'a, o'g'lingizga tan bermadim. 5 yetmadim o'g'lingizga. Nimaga tan bermaysan? O'g'lingiz bor-ku. Eng yaqin do'stlardan siz ustun ko'rdi. Ey mol, qan esa men ustun ko'radi. Men uni dadasiman-ku. To'xtash tog'a, sizga yaqin bo'lsa, nimaga sizdan so'ramayotgan narsasini bizdan so'rayapti? Nima so'raydi? O'g'lingiz bizdan nos so'raydi. Nos chekadi o'g'lingiz. Nima? Nima deyapsan? Dada olyapti. Qadamayapti, rost. O'la xudik. Sen nos chekadigan bo'lgan.